Qaysar asari 15-qism 3-sinov. Haydinni qishloq shifoxonasiga olib borishdi. Bu ham kichik ambulatoriya, ham kasalxona vazifasini o'taydigan kamtarona maskan edi. Baxtiga jarohati chuqur emasdi. Bor yo'g'i bir nechta cho'k tushdi xolos. Ichkaridagi muhit osoyishta edi. Shifoxona xonasi kichik, devorlari oppoq, pollari esa silliqlangan yog'ochdan edi. Ochiq derazalardan mayin shabada kirib, o'zi bilan yangi uzilgan giyohlar va tonggi shabnam iforini olib kelardi. Haydin karavot chetida o'tirar, bir finjon issiq giyohli choyni icharkan, nigohini deraza ortidagi ufqqa qadagan edi. Birozdan so'ng xonaga Hayl kirdi. "Lordim Mikala xabar qoldirdi", dedi u vazmin ohangda. "U ertangi 3-sinovdan oldin sizni yaxshilab dam olishingizni so'rayapti." Haydin unga qaramadi. Choydan bir qultum ichdi va sovuqqonlik bilan javob qaytardi. "Ertaga tongda shay bo'lishimni unga yetkazib qo'y." Hayl qoshini chimirdi. "Lordim, jiddiy aytyapsizmi? Biz hali oxirgi sinov nimaligini ham bilmaymiz-ku. Avval butunlay sog'ayib olishingiz kerak." Haydin finjonni yoniga qo'ydi. So'ng barmoqlarini qirsillatdi. "Bu shunchaki tirnalish. Bundan battarlarini ham ko'rganman. Faqatgina mana shu bema'ni sinovlarni tezroq tugatishni xohlayman." Hayl uni diqqat bilan kuzatib, sekin nafas oldi. "Nima bo'ldi, Hayl?" so'radi Haydin do'stining ko'zlaridagi xavotirni sezib. "Lordim, iltimos, o'zingizni yana bunday qiynamang. Boya sodir bo'lgan voqea yomon yakunlanishi ham mumkin edi. Sizning hayotingiz bu topshiriqdan muhimroq." Haydinning qiyofasi jiddiylashdi. "Bu topshiriqda mag'lub bo'lishga haqqim yo'qligini bilasan. Agar haddimdan oshgan bo'lsam, uzr so'rayman. Lekin ustoz, Mikayla o'zi kim? Nima uchun uni himoya qilish uchun hamma narsani xavf ostiga qo'yapmiz? Uning Lord Eymenni o'ldirgan odamga qanday aloqasi bor?" Hayl bu savollarni boshidanoq ichida saqlab kelayotgan edi. Ammo kun o'tgan sayin ular xayolida yanayam ko'proq aylana boshladi. "Yetar", deb gapini bo'ldi Haydin keskin ovozda. "Senga aytdim-ku, bu topshiriq o'ta maxfiy." Hayl indamay qoldi. Haydin biroz yumshadi. "Ertaga sinov paytida sen qishloq ichida tekshiruv boshlaysan. Uylarga kirib chiq, hujjatlar, dalillar, vendettaga oid belgilar kabi shubhali narsalarni qidir. Mikaylaning o'limini xohlayotgan odam allaqachon shu yerda ekaniga ishonchim komil." "Tushundim, janob." "Yana bir narsa", deb qo'shimcha qildi Haydin karavotdan turarkan. "Bu vaqtdan boshlab uning uyi atrofida mikrokameralarni o'rnatib chiq. Shunda kimdir ichkariga kirishga urinsa, uni tunu kun kuzatish imkoniga ega bo'lamiz." Baxtlariga ular o'zlari bilan quyosh energiyasida ishlaydigan, ko'zga tashlanmaydigan mitti kuzatuv qurilmalarini olishgan edi. Bularning barchasi Haydinning maxfiy xonasidagi shaxsiy monitorga ulangan edi. Bu Mikaylaning doimiy nazorat ostida bo'lishini ta'minlardi. Tong otgach, qishloq ahli keng maydonga to'planishdi. Ular hayajon va qiziqish bilan davra qurib turishardi. Bu so'nggi sinov edi. Musofirning qolishi yoki ketishini aynan shu sinov hal qilardi. Haydin maydon chekkasida oppoq yaktak va to'q rangli shimda turardi. U o'z rolini mukammal ijro etardi. Ozoda, vazmin va sirliligi bilan ajralib turardi. Hayl reja qilganlaridek maydonda yo'q edi. Bu unga qishloq bo'ylab sezilmasdan yurish uchun ajoyib imkoniyat edi. Olomon orasidan o'sha boshlovchining baland ovozi yangradi. "Bugun mehmonimiz uchun so'nggi sinov. Bizdan biri bo'lishi uchun u 2 narsada o'z mahoratini isbotlashi kerak: ot minish va ovchilik. Bular haqiqiy Nurul Asrorning fazilatlaridir. Bugun tongda ustoz Addin yovvoyi o'rmonda kiyik ovlashi kerak." Haydin bo'ynining orqasini qashib qo'ydi. "Ajoyib. Endi navbat ovgami?" Otboqar uning yoniga yaltiroq qora otni yetaklab keldi va uning qo'liga kamon va o'qlar to'la sadoqni tutqazdi. "Lekin bu hali hammasi emas", davom etdi boshlovchi. "Adolatli bo'lishi uchun u bizning eng yaxshi merganimiz ustoz Mikayla bilan bellashadi. Kim kiyikni birinchi bo'lib olib kelsa, o'sha g'olib." Haydinning jag'lari taranglashdi. "Rostdanmi? Yana umi?"
To'satdan olomon orasidan shovqin ko'tarildi. Mikayla oppoq otida maydonga kirib keldi. U o'zining odatiy libosida emasdi. Buning o'rniga u yengil sovut kiyib olgan, ro'moli doimgidek tartib bilan o'ralgan, qaddi esa mag'rur va tik edi. Demak, qishloq qizining ichida ham jangovar ruh bor ekanda. Haydin buni ko'rsatmaslikka urinib, chuqur nafas oldi. Bu qishloq ahli murakkab sinovlarga juda mukkasidan ketishgan shekilli. Keyingisi nima? Yana qilichbozlikmi? U ot minishdan unchalik xavotirda emasdi. Hali yurishni o'rganmasidan avval polo o'ynashni boshlagan edi. Ammo kamonbozlik bu boshqa masala. Haydin o'qotar qurollar bilan tarbiya topgan edi. Kamonda emas. U umrida biror marta hayvon ovlamagandi. Shunga qaramay u qishloq ahliga qo'l silkitayotgan, ularning olqishlarini malikalardek qabul qilayotgan Mikayladan ko'zini uzolmadi. Uning o'zini tutishi, qandaydir kuch bor edi. Xuddi afsonaviy bir insonning qizidek. U shunchaki muallima emasdi. U bir ramz, u bir himoyachi edi. Mikayla otini Haydinning oti yoniga yetaklab keldi. Jarohatingiz qalay? So'radi u nigohini qadab. Mana o'sha kutilmagan g'amxo'rlik uchquni. Haydin kulimsiradi. Sizni yengishga yetadi, dedi u yumshoqlik bilan. U ko'zlarini qisdi. Ishonchingiz komilmi? Shaharliklar ot minishni biladi deb o'ylamagandim. Haydin o'z ayg'iriga mahorat bilan sakrab mindi. Otlar faqat sizning qishlog'ingizda bor emas, ustoz. Bu gapdan so'ng u bir lahza hayrat bilan ko'zini pirpiratdi. So'ngra bosh irg'adi. Yaxshi, unda kim birinchi kiyikni qo'lga kiritishini ko'ramiz. Ularning otlari yonma-yon yo'rtib, boshlash chizig'iga yaqinlashishdi. Qishloq ahli ularni olqishlab turardi. Ustoz Addin va ustoz Mikayla, tayyormisizlar? Deb baqirdi boshlovchi. Har ikkalasi bosh irg'ab, nigohlarini oldinga qadashdi. Chaqiriq yangradi. Otlar shiddat bilan o'rmon ichiga otilishdi va ov boshlandi. Ko'p o'tmay Mikayla oldinga o'tib ketdi. Uning oppoq oti juda tez edi. O'rmon daraxtlari orasidan xuddi bu yerlarni besh qo'ldek biladiganday uchib borardi. Juda sekin ketyapsiz, deb baqirdi Mikayla yelkasidan ortiga masxaromuz qarab. Haydin tishlarini g'ijirlatdi. Javob bermadi. Daraxtlar quyuqlashib, ildizlar va shoxlar har bir qadamni xavfga to'ldirib borardi. U atrofni diqqat bilan kuzatar, biror harakat belgisini, oyoq izlarini, xullas nimanidir qidirardi. Shunda u esladi. Daryo. Hayvonlar hamisha suv ichishga daryo bo'yiga tushadi. U kiyimining ostidan qishloqning buklangan xaritasini chiqardi va tezda yo'lni belgiladi. Daryo shimoli-sharqda edi. Bir soniya ham bo'y bermay yo'nalishini o'zgartirdi va butazorlar orasidan chopib to'ppa-to'g'ri daryo tomon yo'l oldi. Taxmin qilganidek bir kiyik daryo bo'yida suv ichib turardi. Haydin sekingina ortiga qo'l uzatib, kamonni oldi. Bir ko'zini qisib, nishonni to'g'rilashga urindi. Ammo o'qni uchirishga shaylangan bir paytda "Rostdanmi?" degan ovoz eshitildi yonidan. Mikayla. U xuddi sharpadek paydo bo'ldi. Allaqachon kamonini tayyorlab, o'sha kiyikni nishonga oldi. Yo'q, buni unga berib qo'ymaydi. Haydin baland ovozda baqirib, kiyikni xurkitib yubordi. Reja ish berdi. Jonivor daraxtlar orasiga qarab qochib ketdi. Atayin qildingizmi? Deb baqirdi Mikayla unga o'girilib. Haydin yelka qisdi. Lablarida kinoyali tabassum o'ynardi. Ayollarga yo'l berish kerak-da, deb kesatdi. Mikayla javob bermasdan kiyik ortidan yana kuchli qat'iyat bilan otini haydadi. Haydin unga ergashdi. Poyga yana davom etdi. Mikayla ketma-ket tez va aniq o'q uzar, ammo kiyik aqlli edi. U daraxtlar orasidan chap berib, pastki shoxlar ostidan o'tib ketardi. Uning o'qlari jonivorga emas, daraxt po'stloqlariga sanchilardi. Haydin esa hamon qiynalayotgan edi. Ot ustida kamonni ushlash, qolaversa notanish hududda oson ish emasdi. Uzum novdalari, past shoxlar, notekis ildizlar, har soniya muvozanat va diqqatli bo'lish kerak. Shu payt sal oldinda Mikaylaning oti qoqilib ketdi. Uning tuyog'i
yo'g'on ildizga ilinib qoldi va chavandoz ham, ot ham yerga quladi. Haydin buni bir zumda ko'rdi, bir zum ikkilanib turdi. Keyin esa ayni muddao Mikayla bir muddat o'yindan chiqqanidan foydalanib, Haydin kiyik ortidan yolg'iz quvdi. Kiyik bilan oradagi masofa qisqargan sari boshqa xato o'q uzishga jur'at qilolmasligini tushundi. U kiyimi ichiga qo'l soldi va yashirilgan to'pponchasini chiqardi. Ovoz so'ndirgich o'rnatilgandi. Bitta aniq zarba va kiyik yiqildi. Haydin shosha-pisha otdan tushdi. Jonivorning bo'ynidagi o'qni olib tashladi va haqiqiy ko'rinishi uchun o'rniga kamon o'qini sanchdi. Endi hech kim hech narsadan shubha qilmasdi. U o'ljani o'tiga yukladi. Zafar quchib ortga qaytishga shay edi, ammo ichida nimanidir his qildi. Mikayla qayerda qoldi? U ortiga burilib, orqaga qaytdi. Bir necha daqiqa o'tgach, u Mikaylani yerda o'tirgan holda topdi. U yengidagi tuproqlarni qoqayotgandi. To'pig'i shilingan va ko'kargan. Oti esa sal narida shikastlanmagan, ammo hovliqib turardi. "Yaxshimisiz?" so'radi u beixtiyor tabassum qilib. U qovog'ini solib tepaga qaradi. "Ha, albatta. Bemalol kulishingiz mumkin. Yiqildim-ku. Endi xursandmisiz?" Haydin kulib qo'ydi. "Juda katta tezlikda ketayotgan edingiz-da. Yordam kerakmi?" Haydin qo'lini cho'zib, uni tuproqdan ko'tarib qo'ymoqchi bo'ldi. "Hoy, qo'lingizni torting", dedi u ko'zlarini katta-katta ochib o'shqirgancha. Shundagina Haydin o'z rolini butunlay unutib qo'yganini tushundi. Hozir u Haydin Fayyad emas, ustoz Attin bo'lishi kerak edi. "Ha, ayb menda." Tezda o'zini o'nglab, qo'l o'rniga kamonni uzatdi. Bu uning chegaralarini hurmat qilgan holda qilingan oliyjanoblik belgisi edi. Mikayla biroz ikkilanib, kamonga shubha bilan qaradi. Lablari bir chiziqda qisildi. "Ushlaysizmi yo'qmi?" dedi Haydin iljayib, biroz sabrsizlik bilan. Qiz boshqa iloji yo'qligini tushunib, xo'rsinib qo'ydi va kamondan tutdi. Unga tayanib, sekingina qaddini rostladi va oyoqqa turgach, kiyimlarini qoqa boshladi. Haydin avvaliga hech narsa demadi. Uning otining yoniga borib, oyoqlarini ehtiyotkorlik bilan ko'zdan kechirdi. Yonlarini silab, yaxshiyamki hech qanday jarohat yo'q edi. Ot shunchaki qo'rqib ketgandi. "Omading bor ekan", dedi u otni mayin silab. "Hech qayering sinmabdi." Mikayla boshini egdi. Ovozi endi yumshoqroq chiqardi. "Rahmat", dedi. "Arzimaydi. Modomiki odob doirasida gaplashayotgan ekanmiz, meni tabriklasangiz ham bo'ladi." U ko'zlarini pirpiratdi. "Sizni tabriklay? Nima uchun?" dedi. Haydin birdan qora otiga jonsiz kiyik yotqizib qo'yilganiga Mikaylaning ko'zi tushdi. Uning nafasi ichiga tushib ketdi. Haydin uddalagan edi. Chindan ham uddalagan edi. Uning nigohi kiyik va Haydin orasida yugurdi. Yuzidagi hayrat esa ishonchsizlikka aylandi. U go'yo nima deyishni bilmay qolgandek edi. "Siz..." U gap boshladi-yu, davomini aytolmadi. Haydin qoshini ko'tarib, bu lahzadan zavqlanayotganini yashirmadi. "Xo'sh." Ammo Mikayla buni aytishga o'zida kuch topolmadi. U qo'llarini qovushtirib, teskari o'girildi va nimadir deb g'uldiradi. Bu yo tabrik edi, yoki la'nat edi. Nima bo'lsayam, Haydin shunchaki jilmayib qo'ydi. G'alabaning ta'mi hech qachon bunday shirin bo'lmagan edi. "Bunga hali ham ishonmayapsiz-a, shundaymi?" Mikaylaning ovozida biroz hafsalasi pir bo'lgani sezilsa-da, shunga qaramay zo'rma-zo'raki tabassum qildi va yengil bosh irg'adi. "Tabriklayman ustoz, siz mening barcha sinovlarimdan o'tdingiz." U uni 3 marta mag'lub etishga urindi. 3 marta ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Endi esa inkor etib bo'lmasdi. Shahardan kelgan sirli musofir shu yerda o'z o'rnini topgan edi. Mikayla qiynalib yana otiga mindi. Jarohatlangan oyog'ini bukkanda inqillab qo'ydi. Keyin Haydin bilan birga qishloq tomon sekin yo'l olishdi. O'rmon hali ham tonggi tuman bilan qoplangan edi. Shu payt qars etgan ovoz chiqdi. Shox-shabbaning bosilishidan chiqqan bu ovoz sukunat ichida aniq eshitildi. Haydin darhol ovoz kelgan tomonga burildi. U daraxtlar orasini
aniq va o'tkir nigohlari bilan kuzatdi, ammo hech kimni ko'rmadi. Hech qanday harakat yo'q edi. Faqat zich o'sib ketgan butazor va shamolda tebranayotgan barglar shitirlardi. Baribir u yanglishmaganini sezar, havodagi taranglik hali ham tarqalmagan edi. Bir necha soniyadan so'ng daraxtlar tepasidan bir to'da qushlar vahimali uchib chiqdi. Nimadir ularni hurkitib yuborgan edi. To'xtang, dedi Hayden qo'lini ko'tarib. Ustoz, otingizni to'xtating. Mikayla to'xtadi. U ham atrofni ko'zdan kechirar ekan, qoshlari chimirildi. Ular kutib quloq solishdi. Faqatgina chigirtkalarning chirillashi va daraxtlar orasidan esayotgan shabadaning mayin shitirlashi eshitildi. Ehtimol, shunchaki biron bir hayvondir, dedi nihoyat Mikayla chuqur nafas chiqarib. Siz juda xavotirdasiz. Bizning qishloq xavfsiz. Bu yerda o'g'rilar ham, jinoyatchilar ham yo'q, hattoki arvohlar ham. U hazilomuz kulimsiradi va yana otini oldinga haydadi. Hayden biroz ikkilanib turdi. Barmoqlari hamon jilovni mahkam tutib turardi. Nimadir joyida emas. Ichki sezgisi unga sergak bo'lishni buyurardi. U hozircha bu masalani shunday qoldirib, qizning ortidan ergashdi. Ammo o'sha ovoz, o'sha bosim, u buni unutolmasdi. Qishloqqa qaytib kelganlarida biroz oldingi xavotirli sukunat o'rnini quvonchli tantana egallagan edi. Qishloq aholisi kirish joyida yig'ilib, xursandchilik bilan ustoz Addinning nomini aytib qichqirishardi. Bolalar yugurib kelib, uning oyoqlariga yopishdi. Mitti yuzlarida quvonch va hayrat porlardi. Hayden o'zining soxta ismini go'yo ertakdagi qahramondek aytib hayqirayotgan odamlar qurshovida noqulay jilmayib qo'ydi. Bir lahzaga, faqat bir lahzaga u bu iliqlikni his qildi. Ularning ko'zlaridagi samimiyat, kutilmagan bu mehmondo'stlik qalbini biroz isitdi. Ammo ular uning aslida kim ekanini bilsalar edi. Niqob ortidagi insonni tanisalar edi. Topshiriq hali tugagani yo'q. Haqiqat fosh bo'lmaguncha u ustoz Addin nomi ortiga yashirinib yashashi kerak edi. Orqaroqda Mikayla otidan qiynalib tushdi. Uning oqsashi endi yaqqol sezilardi. Puteri darhol yugurib keldi. Dugonasining holatini ko'rib, ko'zlari katta-katta ochildi. "Kay, oyog'ingga nima bo'ldi?" "Yiqildim. Biroz tezlikni oshirib yuboribman", deb g'o'ltiradi Mikayla. Ikkalasi ham Hayden tomon qarashdi. U esa hali ham quvonchdan qichqirayotgan odamlar orasida turardi. Puteri qoshini chimirdi. "Tavba, u seni ham yengdi, Uzairni ham. Xo'sh, endi nima bo'ldi? U sinovdan o'tdimi?" Mikayla istamaygina uzoq nafas oldi. "Ha, bugundan boshlab u rasman biznikilardan. U bu qishloqda qolish huquqini qo'lga kiritdi." Puteri sekin bosh irg'adi. Ammo Mikaylaning yuzidagi shubha soyasini payqamay qolmadi. "Seni hali ham ishonmading-a, shundaymi?" so'radi u muloyimlik bilan. Mikayla darhol javob bermadi. Nihoyat gapirganda ovozi past va tashvishli chiqdi. "Bilmadim. Unda nimadir g'alati. U haddan tashqari mukammal." Puteri biroz kulib qo'ydi. "Sen chindan ham shaharlik hech kimga ishonmaysan-a? Qo'ysangchi, u shunchaki yaxshi odamdir balki. Samimiy odamga o'xshayapti. Unga vaqt ber, o'zini ko'rsatsin." U Mikaylaning yelkasiga mehr bilan qo'lini qo'ydi. "Men ham shunga ishonishni xohlayman", dedi Mikayla. "Lekin ba'zida haddan tashqari yaxshi ko'ringan narsalarning ortida eng katta xavf yashirinadi. Biz odamlarga bunchalik oson ishonolmaymiz, shunday emasmi?" Puteri indamay qoldi va ikkilanib bosh irg'adi. Bunga qarshi biror gap topish qiyin edi. Ehtimol, bu shunchaki Mikaylaning ehtiyotkor tabiatidir, yoki ehtimol bu marhum otasi bolaligidanoq uning suyak-suyagiga singdirgan qandaydir chuqurroq bir tuyg'udir. Birozdan so'ng Uzair Mikaylaning otini olib kelish uchun keldi. "Master Uzair", dedi Mikayla past ovozda. "Labbay ustoz." U unga tomon egilib, qulog'iga sekingina pichirladi. "Shaharga boring. Ustoz Addin haqida qo'lingizdan kelgan barcha ma'lumotni toping. Uning o'tmishini, ta'limini, sertifikatlarini, xullas, shubhali tuyulgan har qanday narsani surishtiring."
Uzayir ko'zlarini pirpiratdi, ammo savol bermadi. Albatta, ustoz. Ertaga tong saharda yo'lga chiqaman. Ha, yana bitta narsa, master Uzayir. Bu haqida hech kim bilmasin, deb qo'shimcha qildi u. Tushunarli, dedi u. U burilib, olomon orasida g'oyib bo'ldi. Puteri biroz hayratlanib qoldi. Tavba, Kay, bu biroz ortiqcha emasmi? Mikayla qilt etmadi. Bu shunchaki ehtiyotkorlik. Mukammal ko'ringan insonlar eng katta sirlarni yashirishadi. U bu so'zlarni aytar ekan, hali ham qishloq qurshovida turgan Haydinga tikilib turardi. Shunga qaramay uning xayollarida minglab savollar charx urardi. Nega u aynan Nurul Asror qishlog'ini tanladi? Nima uchun mening qiyin sinovlarimdan o'tishga bunchalik tirishyapti? Siz aslida kimsiz, ustoz Addin? Ijro etuvchi Farangiz Murodova. Davomi bor.